15-iyun Shanxay hamkorlik tashkiloti tashkil topganiga 24 yil to'ladi. Ta'kidlash lozim, tashkilotga a'zo davlatlar hamkorligida ayni kunga qadar turli yo'nalishlarda muhim dasturlar amalga oshirildi. Barqaror rivojlanish, xavfsizlik va millatlararo totuvlik prinsiplari asosida yangi bitim va loyihalar hayotga tatbiq etildi. Tuzilma tasarrufidagi Xalq diplomatiyasi markazi esa beboisda tashkilot zimmasiga yuklatilgan vazifalarni keng amalga oshirilishida munosib hissa qo'shib kelmoqda. Shunga ko'ra, sana munosabati bilan ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot anjumani hamda xalq diplomati ko'krak nishoni sovrindorlarini taqdirlash marosimi tashkil etildi. Dastlab shu haqda. 15-iyun kuni dunyodagi eng yirik mintaqaviy tashkilotlardan biri Shanxay hamkorlik tashkilotiga asos solinganiga 24 yil to'ladi. Sana munosabati bilan tashkil etilgan matbuot anjumanida Xalq diplomatiyasi markazi yil davomida amalga oshirgan ishlari haqida jurnalistlarga ma'lumotlarni taqdim etdi. Men bemalol aytishim mumkinki, 7 yil davomida O'zbekistonda xalq diplomatiyasi shakllanib ulgurdi. Bizni modelimizdan hozir qo'shni mamlakatlar, Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo, kuzatuvchi, muloqot bo'yicha sherik maqomida ishtirok etayotgan davlatlar o'rganishyapti. Agar qiyoslaydigan bo'lsak, markazimiz amaliy faoliyatini boshlagan davrda 30 ga yaqin tadbir o'tkazgan bo'lsak, 2024 yakuniga borib 155 ta tadbir o'tkazdik. Bu nafaqat raqamlar, buni orqasida turli sohada yo'nalishlardagi uchrashuvlar, ilmiy amaliy konferensiyalar, xalqaro forumlar, sport o'yinlari, ekologik aksiyalar turadi. Ayni daqiqalarda poytaxtimizda O'zbekistondagi Shanxay hamkorlik tashkiloti Xalq diplomatiyasi markazi tomonidan xalq diplomati ko'krak nishoni sovrindorlari tantanali ravishda taqdirlanmoqda. Bu yuksak e'tirof mamlakatimizda xalq diplomatiyasini rivojlantirish, xalqlar o'rtasidagi do'stlik va madaniy aloqalarni rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shgan nomzodlarga topshirilmoqda. Ushbu tadbir nafaqat e'tirof etish, balki xalqlar o'rtasidagi o'zaro do'stlik munosabatlarini mustahkamlash, fuqarolik jamiyati institutlarining hamkorlikda faoliyat yuritishi hamda millatlararo va dinlararo totuvlikni ta'minlash yo'lidagi yana bir muhim qadam bo'ldi. O'sha tadqiqotga, ma'rifatga asoslangan har qanday munosabatlar albatta uning kelajagi bor. Bugun O'zbekistonimizda muhtaram prezidentimiz olib borayotgan siyosatni ham tub va asl mohiyati shundan iborat. Shundan kelib chiqqanda bugungi tadbir bir ajoyib bo'ldi. O'zimga ham hozirgacha shavqi ketmayapti. O'ylayman, biz mana shu yoshlarni tarbiya qilishda, yosh avlodni shu vatanparvar ruhida tarbiya qilishda ham xalq diplomatiyasi usulidan albatta foydalanamiz. Yarim asrdan ko'p biz xizmat qilyapmiz elimizda, yurtimizda, vatanimizda. Mana shunaqa e'tiborga olingan narsalar bu aytyapman ilhom baxsh. Demak, yana davom ettiramiz. Men uchun shu mukofotni xalq diplomati mukofotini juda o'rni katta. Men faoliyatim davomida shu ko'p diplomatlardan intervyu olishga, ko'p qiziqarli suhbatlar. Mana bugun ko'ryapsiz, dunyo qancha o'zgaryapti. Dunyoni nima qutqaradi? Dunyoni faqat murosa qutqaradi, diplomatiya qutqaradi va tinchlikka intilish. Diplomatning vazifasi shu. Nigora Elmurodova, Kamron Rahmonov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.